Mana bizda Anjanka original motorlarimizdan biri. Bu 1100 modeldagi motorlarimiz. Buni kilogramm 160 kilo chiqadi. Prostoydan farqi, Prostoyi 150-155 kilo chiqadi. Uning ustiga ko'k motor bo'ladi, asosan Prostoylar. Buni valida, blogida farqi bor, kilogrammida ham farqi bor. Undan tashqari bu nasoslarimiz zavod qilishda aylanish ancha yengil bo'ladi. Bu nasoslarimiz ishlash muddati ham ancha uzoq. Hamda bunga garantiya beriladi 6 oy muddatga. Undan tashqari bu nasosimizning pompasi. Bu pompani ikki xili bo'ladi. Chugun kirchatkalisi bo'ladi, temir kirchatkalisi bo'ladi. Chugun kirchatkalisini ham 8 kirchatkalisi bo'ladi. Suvni nisbatan ko'proq tashlaydigani. Bu quyma 8 kirchatkali pompasi. Bu nasoslarimizni komplekt original qilib faqat Roxinda ramalarga terib beramiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, Roxinga telefon qilishingiz mumkin, pastga nomerlarimizni qoldiramiz.